Tojikiston fuqarosi qarzga garov sifatida berib yuborildi. Fuqaro Dushanbeda yashovchi tanishiga $11 ming bergan va garov sifatida uning sherigini Denovda olib qolgan. Qirg'izistonda erkak xotinini ayovsiz kaltaklab, so'ng pichoqladi. Ayol og'ir ahvolda shifoxonaning reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. AQShdagi universitet eronlik amaldorning qizini ishdan bo'shatdi. U siyosiy bosimning kuchayishi, jamoatchilik va AQSh rasmiylarining noroziliklari tufayli ta'lim muassasasidan haydalgan. Minglab yaponlar pandalar bilan xayrlashish uchun Tokiodagi Ueno hayvonot bog'iga keldi. Ikkita panda o'zining vatani hisoblangan Xitoyga qaytariladi. Yaponiya so'nggi 50 yilda ilk bor o'z hayvonot bog'larida pandalarsiz qoladi. Isroil Madrimov 10 raundlik jangda Luis David Salazerni mag'lub etdi. U shu tariqa prof boksdagi 11-g'alabasiga erishdi. Apple dunyodagi eng qimmat brend deb topildi. Apple'ga zid ravishda Elon Muskga tegishli Tesla kompaniyasi salmoqli pasayishni qayd etdi. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.